Mamlakatimizda davlat xaridlariga bo'lgan talab va ehtiyoj ortib boryapti. Buning uchun nimalarga e'tibor qaratish lozim? O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyosi birjasi Qashqadaryo filialida davlat xaridlari sohasi bo'yicha o'tkazilgan seminar ham xuddi ana shu mavzuga qaratildi. Seminarda davlat xaridlari buyurtmachilari va ishtirokchilarini tizimga jalb etish maqsadida uning qulayliklari va afzalliklari hamda tizimda ishlash yuzasidan ishtirokchilarga tushuntirishlar berildi. Tadbir ishtirokchilarini davlat xaridlari sohasidagi yangiliklar bilan tanishtirildi. Jumladan farmatsevtika mahsulotlarini sohaga oid mahalliy ishlab chiqaruvchilardan xaridlarni amalga oshirishga mo'ljallangan Farma.uz alohida savdo platformasi, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishga mo'ljallangan Agro.uzx.uz platformalaridan foydalanish yuzasidan tushuntirishlar berildi. Xarid.uzx.uz savdo platformasida davlat xaridlari ishtirokchilariga qulayliklar yaratish, modernizatsiya jarayonlarini tezlashtirish maqsadida tizimga sun'iy intellekt joriy etildi. Bu esa o'z navbatida savdolarning shaffofligini oshirishga va sog'lom raqobatni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasida ham juda ko'p yangiliklar bo'lyapti. Jumladan ayniqsa ya'ni sun'iy intellekt masalalari bo'yicha. Hozirgacha mana shu birjada bo'layotgan savdolarda birma-bir hujjatlarda sertifikati borligi, yo'qligini tekshirardi. Ana shu loyiha sun'iy intellektga topshirildi. Shunda endi haqiqatan ham sun'iy intellekt uni sertifikat olganligini o'sha O'zbekiston standartlarish markazidan elektron programma orqali oladi va o'zi haqiqatan ham shuni sertifikat bor yo'qligini tekshirib birdaniga hozirgacha 48 soatda o'tkazish mumkin bo'lgan narsani 5 minut 10 minut ichida o'tkazadi. Seminarda ishtirokchilarni qiziqtirgan ko'pgina savollarga mutaxassislar tomonidan javoblar qaytarildi. Tadbir har jihatdan qiziqarli va mazmunli o'tganligi bilan ahamiyatli bo'ldi.